Fasatchi ustalarga do'stlar zo'r narsa olib kelib berishdi. Qaranglar, bu apparat orqali endi 10 kunda bitiradigan remontingizni bemalol 4 kun, 5 kunda bitirsangiz bo'ladi. Bu nima deydiganlarga do'stlar qaranglar, sepishini, buni xohlagan nasatkangizni qo'yib yuboravergansiz, bunda lak, kraska, vadimutsa bundan tashqari travertinchi ustalar do'stlar, travertin ham chatsa bo'lar ekan, o'zining nasatkalari bor. Almashtirib travertinni ham chatsangiz bo'ladi. Chatishini qarang. Lakni ham, travertin, olasiz, vadimutsa hamma yoqda chatib beraveradi. Xullas, ishingizni vashcha tez yurgizadi. Vali, cho'tka bilan narsalarni endi unutarganmiz. Do'stlar, biz hozir Qo'qonga kelganmiz. Ya'ni imindan hozirgi kunda umuman ustalar uchun kerak bo'ladigan apparatlarni Xitoydan birinchi qo'l olib keriladigan, optim sotiladigan joyga kelganmiz. Xo'p, aka, ichkariga kirib o'zim bir qator topshirib, to'xtab turing. Mashina o'zidan boshlaylik. Bu o'zi qanaqa apparat bu? Bu apparat nomi Wagner apparat, kraska, lak, emulsiya sepish uchun ishlatiladi apparatimiz. Hop, buni komplektda 15 metrli shlankasi, pistolet nasatkalari, sanliklari komplektda qo'shib beriladi. Ya'ni nasatkalarning ateliy olinib ichida bo'ladi. Ateliy nasatkalari olinmaydi, ichida bo'ladi. Ichida bo'lgan qaranglar do'stlar, sepishini. Agar nasabkasini almashtirib oladigan bo'lsangiz, travertin sepsangiz ham bo'lar ekan. Travertinni ham hali biltalarning bir sloyini totib olgandan keyin marmarino fasonga atdeni tegizib chiqishadi. Buni xuddi mana shu orqali tachib turib do'stlar, bitta o'zini teoriyasi yurgizib bersalar ham bo'ldi. Ortiqcha vaqt ushlamaydi, navbat ishingizni tezlashtiradi. Xo'p, endi buni katta kichiklari bor, har xili bor. Ichkariga kiradigan bo'lsalaring do'stlar, boru apparatni zo'rlanib olib kelib qo'yishibdi. Endi qarang, imini hozir mashinada ishlatdik-ku, buni ustidan ishlatdikmi? Mana shundan ishlatdik. Hozir bundan ishlatdik-ku bu. Bu 220 ga ishlaydi, to'xtovsiz ishlayveradi. Ishlayveradi aka, to'xtovsiz. Kuyib qolmaydi, ishlasa qilmaydi. Faqat tok 180 dan 190 dan baland bo'lsa bo'ldi. 180 190 dan baland bo'lishi Shunaqa bo'lishi kerak. Gapi endi qarangda bu, misol garantiyasi bormi, misol garantiyasi zavodskiy defektiga 6 oyga servis xizmati beriladi aka. 6 servis xizmat bor. Ha, garantiya. Agar 6 oy ichida zavodskiy defekt chiqadigan bo'lsa, olib kelishsa yo almashtirib beriladi yoki to'g'rilab beriladi. Qoyil do'stlar, 6 oy demak, qo'qmasdan olib ishlataverasiz. 6 oy ichida agar o'zi texnik bir narsa bo'ladigan bo'lsa, olib kelsalaring do'stlar, servis xizmatini ko'rsatasiz. O'zim yangilar ham berilaveradi. Ha, yangilar ham berilaveradi. Yangilar ham berilaveradi. Ko'rib turganlaringda bu yerda boshqachalari ham turibdi. Qisqacha qilib aytaylik, ko'pchilikga nimasi qiziq, summasi qiziq bo'ladi. Necha puldan necha pulgacha bo'ladi? Summasi $220 eng kichkinasi boshlanadi. 1200 vatlik bo'ladi eng kichkinasi. Motoriga qarab o'zgaraveradi, ha. Bu ham o'sha hamma narsani chachadimi, travertingacha. Separat faqat litrda farq qiladi. Bu 1 minutda 5 litr sepadigan bo'lsa, eng kattasi 1 minutda 40 litrgacha kattalashib boraveradi. Hozir biz sepganimiz 1 minutda qancha chachadi? 1 minutda 7 litr sepgan, u ham kichkinaroq varianti. Kattalarni ishlatganimiz yo'q hali. Gap yo'q. Bu ham o'sha lak, vadimutsa, kraska, travertin hamma sachaveradi. Yo'q, bu kichkinalari travertinga mo'ljallanmagan. Katta oldi qatorda turganlari travertin sepsa bo'lgan variantlari. Bu lekin lak, kraskalar sachaveradi. Bu lak, kraska, emulsiya sepishga bo'laveradi bular. Bularida travertingacha chatsa bo'ladi. Bularda pistoletini nasatkasini o'zgartirib turib, travertin sepsalangan. 10 metr shlangangiz ham qo'shib beradi. Ha, shlankalar qo'shib. Hozir u aytganingiz $220. $220. Bu kattasini nechi pul? Kattalari $350, $330, $370 har xil varianti bor, motoriga qarab. Gap yo'q do'stlar, qaranglar, eng kattasi minutiga 40 litr yo soatigami? Minutiga hisoblaganda yarim soatda 40 litr, 1 minutda 7 litr, 8 litr atrofida sepadi. Gap yo'q lekin. Xullas, buni oladigan bo'lsalaring do'stlar, aniq ishlaring tez bitadi. Chunki iminni qo'l ushlaydigan ishlarga rosa bob apparatni olib kelib berishdi. Bundan tashqari faqat Wagner apparat va do'stlar, xo'p, batda bu apparat qanaqa apparat edi bu? Bular trubalarga rezva ochilgan stanok va trubalarni kesib beradigan stanok. Razmeriga qo'yib turib kessalaring bo'laveradi. Ha, katta trubalarda kessa bo'laveradi. Ha, shunaqa. 100 likgacha bo'lgan trubalarga rezva ochib turib kesishga mo'ljallangan apparat. Gap, bu narxi nechi? Buni narxi $870 ga beramiz. 220 voltda ishlaydi, 1500 watt motori. 1500 watt motor. Endi buni mana kichkinasi bo'ladimi? Bu 76 likgacha turbaga rezva ochilgan variant, kichkinarog'i. Bu rezva ochadi. Bu adashmasam simni tekislaydiganidan bu. Ha, bular simni tekislaydigan apparatimiz. Bu sim tekislaydigan do'stlar, bag'da mana unda kesib olsa bo'laveradi. Bunisi kesaveradi. Simni mana bu tomondan solinadi. Aha. Simni o'zi tekislab chiqaraveradi. U tomondan ruchnoy holatda o'zlariga mos razmerda bir kishi kesib tursa bo'laveradi bunda. Gap yo'q. Buni narxi nechi pul? Buni narxi $400 qilib beramiz. $400. Buni kichik. Bu almatura qirqadigan stanogimiz bo'ladi. Almatura kesadigan do'stlar. Almaturalar shaklga qo'yib turib bemalol kessalaring bo'laveradi. Gap yo'q, rasalarga nima deydi? Qurilishda ichida yuradigan ustalarga zo'r narsa bu, chunki almatura bilan ko'p ishlaydigan odamga mana bu apparat kerak bo'ladi. Bu narxi nechi pul? Buni narxi $800 qilib beramiz. $800. Endi mana
karkas. Именно karkas uchun-da. Bu narsa hozir O'zbekiston sharoitida do'stlar, bu o'sha armatura yo bo'lmasam simlarni bukib shaklga solib beradigan apparat bo'ladi. To'g'risi men bu narsani o'zim ishlatganman, juda zo'r narsa bu. Hozirgi kunda O'zbekistonda nima ko'p, stroykalarda karkaslar bor. Karkaslarga bemalol bukib turib figuratini chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveradi. Bu necha pul narxi? Bu narxi $620, 380 voltda ishlaydigan. 380. Gap yo'q ekan. 600 qancha dedingiz? $620. $620. Bundan tashqari svarka apparatlari ham bor. Bor, svarka apparatlari turidan bor aka. Do'stlar qaranglar, svarka apparatni turidan bor, hammasidan bitta-bittadan qilib olib chiqib berishgan assortimentda muammo bo'lmaydi. 10 ta siz 10 ta xohlagan ob'yemni yetkazib berishaveradi, qancha kerak bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmasam qarang, eng arzoni nechi pul, eng qimmati nechi? Eng arzoni 450 ming so'mdan boshlanadi, eng qimmati $1250 gacha bor. 1250. Endi bo'lsa bir qator tushuntirib berasiz. $450 deydi. Qaysi biri bo'ladi? Bu kichkinasi bo'ladimi? Mana bu kichkinasi original, bu qimmatroq modeli bo'ladi. Bu narxi 700 ming so'm, inventorli 160 volt tokda ham ishlatsalar ham bo'laveradi bu apparatni. 3 gacha bo'lgan elektrotda qo'yadi. Arzonroq mana bu varianti. Tok yaxshi joylarga ishlatsalar ham bo'laveradi. 3 gacha elektrotda eritadi. Svarka apparatda ham turlari bor, pol avtomatlari bor, oddiy svarka, plazma rezlari bor, Aragon, alyumin, nержавейка svarka qilayotgan apparatlarimiz bor. Xullas hammasidan olib kelib qo'yganmiz, hamma markasidan bor. Xo'p, qarang, hozir bu aytib o'tganingiz 450 ming so'm, ha? Bu 450 ming so'm do'stlar, qaranglar, shuni yo'llangan olib, bemalol svarka qilib, tomlarga olib ketsa bo'laveradi. Bo'laveradi, yelkaga olib remon shoklargacha qo'shib beriladi. Gap buni orqasidagisi-chi? Bu orqasidagisi kemping, ya'ni pol avtomat deyiladi. O'zini simlarigacha qo'shib beriladi. Sim orqali yupqa listlarni, masalan, mana shu holatdagi listlarni yopishtirish uchun, svarka qilish uchun juda zo'r narsa. Ikkitasi bitta haligi. Oddiy elektrodda ham eritaveradi. Oddiy elektrodda eritadi. Bu necha pul narxi? Buni narxi 1 200 ming so'm. 1 200 ming so'm. Uraganlarchi, hozirgi kunda to'g'risi O'zbekistonda mana shu firmani juda ko'p odam olib ishlatadi. Ana o'zimda ham bor. Uraganlarni bu original varianti bo'ladi. 600 amperlik komplekt hamma yo'g'i beriladi. Pol avtomati gaz bilan ishlaydi. Buni narxi $180 qilib beramiz. $180 qilib beriladi. Yonidagilari boshqacharoq firmaniki ekan ular. Bular Impulse brendiniki, Germaniya texnologiyalaridan chiqqan bo'ladi. Bular Aragon apparat, alyumin, nержавейка svarka qilish uchun 220 ga ishlaydigan variant. 220 ga ishlaydi. Bu narxi qanaqa? Buni narxi $220 qilib beramiz. Bu o'zi to'shda, o'zi past balandini o'zi rostlab olaveradi. Ha, Impulse brendidagi svarka apparatlarimiz hammasi deyarli inventorli, ya'ni 160 volt tokdan tepasida ishlayveradi. Tepasida ishlayveradi. Gap yo'q. Xo'p, endi baqa o'tadigan bo'lsa, Impulse do'stlar, Pashti juda ko'p ekan, xillar buni. Ha, har xili bor aka. Har xil bor ekan. Bundan tashqari do'stlar, kontashnik. Bu adashmasam ham kontashnik, ham to'g'ri svarka ham qilaveradi. Ha, ikkitasi bittada, ham kontashnik, ham to'g'ri svarkaga bo'laveradi. Gapi, buni narxi nechi pul? Buni narxi $180 600 amperlik bo'ladi bu. 600 amperligi. Endi xuddi mana shuni adashmasam bu boshqacharoq bo'lsa kerak. Huawei brendi, bu Xitoy brendi bo'ladi. Masalan, bular Rossiya, Xitoy sammesli brend. Bular Xitoyda toza o'zini brendi bo'ladi. Buning narxi $165. $165. Endi qarang, aytilayotgan narxni ichida dastlabki yetkazib berish. Dastlabkilari xudo xohlasa 12 ta viloyatga qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha bemalol aloqaga chiqishaveradi. Aloqaga chiqaverasizda do'stlar, yetkazib beriladi. Svarka apparatni xohlagan turlaringdan bor. Undan tashqari Aragon qo'yadigan svarkalar ham bor. Aragon qo'ygan svarka. Qaysi bular qo'yadimi yo qo'ymaydi? Mana Aragon qo'ygan svarka apparatlarimiz mana 220 ga ishlaydigan holatdagisidan bor. 380 voltga ishlaydiganlardan bor va kattaroqlari 20 xildan ortiq metallga ishlab beradiganlari bor. 380 voltga ishlaydigan. Bitta mashina oladigan bo'lsa, umuman svarka apparat haqida o'ylamasam bo'ladi. Yo'q, o'ylamasa bo'laveradi. Hamma narsani qo'yaveradi. Hamma narsa, alyumin, nержавейка, laton, cho'yan, oddiy temir, qora, rangli metall hammasiga ishlab bersa bo'laveradi. Gap yo'q do'stlar, qaranglar, bu vaqt shu universali bo'larga necha xil dedingiz? 20 xil. 20 xil. 20si birda ekanda buni. Gapi, buni narxi necha pul? $1250 qilib beraveramiz. $1250. 1 yilga kafolat. 3 faza bu? Aha, 3 faza. 3 fazaga ishlaydi. Bu endi adashmasam bu kontashnikni o'zimi bu? Kontashnikni professionalni bu eng kattasi 220 ga ishlaydigan variantini. Bu 220 ga ishlaydi. 220 voltga ishlaydi. Gap yo'q. 220 ga ishlaydi. O'n do'stlar, kontashnik svarkani eng katta varianti bo'lar ekan bu. Bu narxi qanaqa? Bu narxi $420 qilib beramiz. $420. Nari yonidagisi Argonnikida. Yonidagisi Argonda kichkinaroq variant. Kichkinaroq variant. Bu nari yonidagilari-chi? Bular o'sha pol avtomat, kemping svarka apparatlarida Impulse professionallik kattalari, 300 amperlik, 350 amperlik variantlari. 350 amper. Bular narxlari qanaqa? Narxlari $270. Bu $300ligi, bu $350 Pro varianti, kattarog'i bu. Bu kattaroq.
Do'stlar, bunda ham o'sha hamma funksiyalari bor. To'shda o'ziga kerak bo'lsa rostlab oladi. Bu ham o'sha hamma narsani qilaveradi. Kontajni ham qo'yaveradi. Bundan tashqari elektrodga ham moslasa bo'laveradi. Moslasa bo'laveradi. Universalda bo'ladi, to'g'rimi? Gap yo'q. Bundan tashqari xo'p, yana nimalar bor aka? Bundan tashqari mana aka chekka dogisini ko'rsatamiz. 4 tasi bittalik apparatimiz. Ham oddiy elektrodlar eritadi, ham polavtomat, plazma rez. Kesadigan nimasi ham bor, derjagi ham bor komplektida. 4 tasi bitta dalik variantda. Buni narxi qanaqa? Buni narxi $440 beryapmiz. $440. Garantiyasi bor. Garantiyasi. Qancha garantiya beriladi misol svarka apparatlarga? Impulslarga 1 yilga garantiya beramiz. Impulslarga 1 yilgacha o'zi основной assortimenti ko'pi Impulsdan ekan. Impulus chunki original brend. Original brendlar. Gap yo'q. Qo'y lekin. Xudo xolasa, keladigan bo'lsalaring do'stlar, jicha-picha o'tib ham berishadi. Bu aytilgan narsadan chipcha tushadi. Kelishtirib beriladi aka, o'tib. Kelib bemalol o'zlari kelib sinab tekshirib ketsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Bundan tashqari do'stlar, qaranglar, ustalar uchun mana shunaqa Wagner apparat yo bo'lmasam sim bukaydigan, sim kesadigan, armaturalarga, turbalarga rezba ochadigan apparatlar, svarka apparatni necha xili bor shu yerda hozir? Svarka apparat bir 40 xil yoki 50 xil assortiment bor. Hammasida bitta-bittadan olib chiqib qo'yganmiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, optimal olganlarga ham yoki dono olganlarga ham ishlatib tekshirib berilaveradi. Ishlatib tekshirib 100% ham yo'q. Bundan tashqari, misol buni ehtiyot qismlari bormi, yo'qmi? Zapchastlari bor ekan, hamma zapchastlardan olib kelib qo'yganmiz. Hamma zapchast bor. Yo'q, mabodo zapchast o'zi kerak deydiganlarga ham misol kelib o'zidan kelib olib ketaman desa, zapchastni ham qilib bersa bo'ladimi? Qilib bersa bo'ladi aka, zapchast. Bersa bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turganlaringda zapchastdan ham muammo yo'q. Qaranglar. Bu adashmasam o'sha svarka qilayotganda o'zi kameleon bo'ladi. Kameleon kaskalarining original variantlaridan kelgan. Bu nech pul mashkashkasi? Bu 200 ming so'mlik varianti bor, 250 ming so'mlik varianti bor. Tepada turgan korobkadagilar 150 ming so'm, 130 ming so'm. Holatiga qarab narxi o'zgaradi. Holatiga qarab. Bundan tashqari svarka apparatga qanaqa zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib berishaveradi. Bundan tashqari, mana bu Wagner apparatimizni nasabchalari ham отдельно sotiladimi? Отдельно sotiladi aka. Bu ham sotuvda bor. Bor, sotuvda. Video pastiga nomerlarni qo'yganmiz do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegramlar bor. Bor, Telegram. Agar bog'lanib turib, menga misol yoqqan narsani aytadigan bo'lsangiz, o'sha narsani Telegramda ishlash jarayoni yo'q bo'lmasam, rasmlari deysizmi, sizga qanaqa nimasi, nima deydi, qaysi firmadagisi yoqadigan bo'lsa, kataloglarni tashlab berishadi bemalol. Ko'rib, tanlab turib kelsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari, manzilni tushuntiradigan bo'lsa, manzil va adashmasam Qo'qon bozoriga ketadi. Qo'qon yangi bozori bo'ladi. Qo'qon yangi bozoriga ketadi. Bu tomon qaysi tomon? Bu tomon Uchko'prik, ikkinchi ketish yo'li bo'ladi. Navoiy masjidi deyiladi bu. Do'stlar, yo'lni bo'yida shunday kesalaring, o'zi mana ikkita spisovka shunday qarab turibdi do'stlar. Yangi ochilgan do'konimiz, xudo xohlasa hech qanaqa narsadan muammo bo'lmaydi. Agar telefonda aloqalashtirib gaplashsalaring, Telegramdan lokatsion tashlab beraverasiz. Tashlab beraveradi. Xudo xohlasa do'stlar, to'liq ma'lumot bo'ldi degan umiddamiz. Svarka apparat, bundan tashqari ustalar uchun zo'r apparat olib kelib berishibdi. Imini ishni tezlashtiradigan narsa bo'ladi. Spisovka ham bor ekan shekilli. Adashmasam, bundan tashqari ichkarida juda ko'p apparatlar bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar deb qolamiz do'stlar. To'liq ma'lumot bo'ldi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Manzilni sog' bo'lsin.